bolachalar, shovqin kerak emas, shovqin qilmanglar. Gold, san o'zbek bilan o'zbek urushmaydi deding. Xo'p, o'sha gapingdan keyin men to'xtatdim. Bu yoqda Odil echki chiqdi. Odil, zalda urushamiz debsan. Men vatanimga, ota-onamga xizmat qiladigan bo'laman. Xohlagan joyingda, xohlagan ligada urushamiz. Agar gapingga javob bera olsang. Lekin menda kecha 2ta ligadan taklif tushdi. To'xtatib turdim, chunki sizlar bilan protiv ketdim. Bu temani yopaman, bittama-bitta bir chetingdan hammangni chopaman. Ana undan keyin chiroyli ligaga ketib, Xudo xohlasa ota-onamga, vatanimga xizmat qilib, bayrog'ni tepaga ko'tarib yuraman. Agar sizlar gaplaringda tursalaring, bittama-bitta hisob-kitob qilamiz. Tayyormisizlar?